Xalqaro futbol birlashmasi Qatarda o'tkaziladigan Dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasining 20 noyabr Qatar poytaxti Dohada rasmiy boshlanganligini uqtirdi. Butun dunyodagi futbol mastonalari hayajon bilan saqlayotgan mazkur musobaqaning orqasiga yoshiringan qorong'ulik xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilarning diqqatini tortmoqda. Davr gazetining 22 oktyabr bergan xabarda aytilishicha, Dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasi uchun yasalgan qurilishlarning ichidagi hal qiluvchi musobaqa maydoni bo'lgan Lusail tantarbiya maydonining qurilishini Xitoy temir yo'l qurilish shirkati o'ttiga olgan. Qatar bu qurilishda Xitoy shirkati bilan hamkorlashgan. Mazkur shirkatning orqa ko'rinishi Xitoy xalq ozodlik armiyasiga bog'langan bo'lib, bu shirkat ayni vaqtda Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuani bilan birlashib, Uyg'ur rayonidagi lagerlarni yasagan ekan. Bingtuan Xitoyning Uyg'ur rayonidagi irqiy qirg'inchiligida bevosita qo'li bo'lgan yerim harbiy xarakterlik organ bo'lib, Amerika va Yevropa ittifoqi shu sababdan Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuani va uning yuqori darajalik Xitoy amaldorlariga jazo tadbiri e'lon qilgan edi. Angliyadagi Sheffield Hallam universitetining Helena Kennedy markazi bu yil iyulda e'lon qilgan dokladida Xitoy hukumati yurgizayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bingtuanining o'ynagan roliga doir dalil isbotlarni o'tirg'a qo'ygan. Amerikadagi kommunizm qurbonlari fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zenis bu vaqtda radiomizning ziyoratini qabul qildi. O mundaq dedi. I think this sort of thing is increasingly inevitable. Hozir bu ahvoldan kun siri saqlanqili bo'lmayotdi. Meningcha Xitoyning hukumat boshqarishidagi qurilish shirkatlarining lager, turma, nazorat o'rinlari qurilishiga qatnashishi umumyuzlik ahvol. Bu shirkatlar albatta dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar, bo'libmi bir balbog' bir yo'l qurilishiga qatnashgan davlatlar bilan xalqaro to'xtamlarni tuzadi. Bu xil shirkatlarni Beijing bevosita qo'llaydi. Albatta bular keng ko'lamli lager va shuningga chetishliq barliq aslahalar qurilishida oldingi safda vazifa o'tagan. Bu shirkatlarning dunyoning har qaysi joylarida har xil qurilishlarni o'ziga elishi borgan sari ko'payib o'tadi. Buning oshkorlanishi nihoyatda muhim. Xuddi majburiy emgak mahsulotlarining yer sharining ham yerga taralganiga, har turli ta'minlash zanjiriga o'zliksiz singib kirayotganiga o'xshash, Xitoy shirkatlarining dunyoning har qaysi joylaridagi qurilishlarga qatnashishimi kun sari eshitmayotdi. Just like products with forced labor increasingly spreading around the globe and entering more and more supply chains. So this phenomenon is only set to increase. Qatar Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga qaramasdan Xitoy bilan bo'lgan aloqasini texmi kuchaytgan. Buningdan 2 hafta ilgari, ya'ni 6 oktyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida ovozga qo'yilgan Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini muzokara qilish taklif loyihasiga qarshi ovoz bergan davlatlarning qatorida Qatarmi bor edi. Tonilgan erkinlik faoliyatchisi, sobiq Amerika basketbolchilar birlashmasining mahiri Anas Kantarferidam bu vaqtda ilxat orqali radiomizning ziyoratini qabul qildi. U Qatarda o'tkaziladigan Dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasining maydon qurilishi uchun Xitoy shirkati bilan hamkorlashganligi va shundaqla 2 hafta ilgari Qatarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq kengashida ovozga qo'yilgan Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan zulmlarini muzokara qilish taklif loyihasiga qarshi ovoz berganligi haqida so'rgan savolimizga javob berdi. U javobida mundaq deb yozgan edi. Qatarning Xitoyga tutgan bu pozitsiyasi Qatarning musulmon qarindoshlaridan bakarak o'zining iqtisodiga ko'ngil bo'lganligini aniq ko'rsatib beradi. Qatarning bir musulmon davlati bo'lish sifati bilan Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga yurgizayotgan zulmlarini ko'rmasga selishi to'liq ichinishli bir ahvol. Topchilar, trenerlar, futbol mastonlari va har qaysi davlatlar Qatarda o'tkaziladigan bu musobaqani boykot qilish kerak. Chunki bu futbol musobaqasi o'ynaladigan maydonni yasagan shirkat Uyg'ur musulmonlarini so'lash uchun turma ham jazo lagerlarini qurgan. Sukut turish va iblis bilan hamkorlashish bizning dinimizda yo'q. Shunga men ularning e'tiqodidan gumonlanaman. O'ttiri Sharq ko'zi gazetining 20 oktyabr bergan xabarda aytilishicha, Xitoy hukumatı o'zining qurilish shirkatlari orqali Qatarning Dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasining maydon qurilishiga aralashgan bo'lsa, mushuk iyiq diplomatiyasi orqali siyosat sohasidami Qatarning ko'nglini utishga tirishgan. Xitoy Qatarga sovg'a qilgan Suhayl va Surayya deb arabcha ism qo'yilgan 2 dona mushuk iyiq 19 oktyabr kuni Qatarga yetib kelgan bo'lib, Xitoyning Qatarda turishliq bosh elchisi Jojian bu sovg'atning 2 davlat ittifoqligining cho'nqurligiga simvol qilinganligini aytgan. Radiomiz bu vaqtda tafsiliyroq ma'lumotga erishish uchun Qatar Dunyo lo'nqisini tashkillash komiteti bilan ilxat orqali aloqalashdik. Lekin ular radiomizning bu vaqtda so'rgan savollariga javob qaytarmadi. Qatarning Xitoyda turishliq bosh elchisi Muhammad bin Abdullah Al-Dihaymi 24 oktyabr kuni Xitoyning Yer shari vaqt gezitiga bergan ziyoratida Dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasining tayyorligi
mushuk eyiq yetiştirish va energiya krizisidagi o'rtaq tirishchanlik qatorliqlarning Qatar Xitoy do'stligining misoli ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, 2022 yillik Dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasi 20 noyabrdan 18 dekabrgacha Qatar poytaxti Dohada o'tkaziladi ekan. Mazkur musobaqaning Qatarda o'tkaziladiganligi 2010 yili e'lon qilingan bo'lib, bu Dunyo lo'nqisini talashish futbol musobaqasining tunji qitim O'rta Sharqda o'tkazilishi bo'lib hisoblanadi ekan. Hörmətli radio dinləyicilər, bu proqramını Nur İman tayarladı.